Hurmatli kuzatuvchilar, aynan sizlar uchun Moskovskiy proyekt ikkinchi etajdan kirpichli kvartira topib qo'ydim. Narx-navosi, manzili bo'yicha batafsil tanishtirib o'taman. Videoni kuzatib, bizga obuna bo'lib, like bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. Qani ketdik. Bu yerimizda do'stlar mana ko'rishimiz mumkin. Birinchi xonamiz. Batafsil ma'lumot sekin, shoshilmasdan aytib o'taman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerimizda mana birinchi xona spalni bo'ladi. Bu yerimizda mana отопление, isitgichlar, как положено hammasi chiroyli qilib, ixchamgina qo'yilgan. Bu yerimizda mana kanal, bu yerimizda mana aylanadigan zona ekan. O to'g'rida katta terrasa. Ko'rishimiz mumkin, oynalari akfaromli bo'lib, sifatli, zo'r qilib qo'yilgan. Patologlariga e'tibor beramiz. Uy egalari gapni ochig'i bu uyni, ya'ni kvartirani sotmoqchi emasman deyishdi. Boshida sotmoqchi emas edim deyishdi. Negaki do'stlar, bu sotiladigan kvartira emas dedi uy egasi. Nega deganim, chunki bu uyda shaxsan o'zim yashashim uchun mehr ila nima desam, qarab netib aboylarini aniq qilganman. Xullas sotilmaydigan uy dedi. Qisqa balonda qilib aytganda, atak kvartirani o'zi bunday qilib qaralganda yaxshi, sifatli narsalar qo'yilib, chiroyli qilib jihozlanib qo'ygan. Bunday qilib qarashimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin do'stlar. Mana bu yerimizda mana shkafimiz. Agar ja bo'lmasa, o'zingiz yashagingiz kelmasa, dostiqdagi qo'yib qo'ygan pulingiz bo'lsa do'stim, bemalol ijaraga berib, oyiga 200-250 dollarga qo'ysangiz bo'ladi ijarachini. Bu yerda mana ko'ramiz do'stlar. Prosta bu kvartirani eng zo'r tarafi ikkinchi etajdaligi. Gapni ochig'i. Bu yerda mana, bu yerda ham отоплениялар bor, vannalari kengina. Sovuq suv chiqadi. Bunday qilsa, prosta suv o'chirib qo'yganligi uchun uy egalari. Bu yerda mana do'stlar oldin ariston bo'lgan ekan. Aristonni qo'yib qo'yib, bexijolat yuvinaverasizlar. Bu yerimizda mana vanna zonamiz. Bu yerimizda esa do'stlar hojatxonamiz bo'lar ekan. Hojatxonamizni ham ko'rishimiz mumkin. Kengina, где-то 1 metr. Bu yerimizda mana sho'tchiklar deb qo'ysa suv chiqadi. Xullas, bu yerimiz do'stlar hojatxona bilan vanna bo'ladi. Bunday svetlarni o'chirib qo'yamiz. Bu yerimiz do'stlar ko'rishimiz mumkin, kengina kiroverish zonamiz. Bu yerimizda mana prixoji bizni kutib oladi. Bu yerda mana kiroverish. Eshiklariga e'tibor beramiz, aboylariga e'tibor beramiz. Do'stlar, bu aboy nomi nima deyiladi? Do'stlar, birinchi marta ko'rishim. Qandaydir bir g'alatiroq aboy ekan. Menga prosta yoqqan tarafi nima? Chiroyli bo'lib turar ekanda do'stlar, to'g'risi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosingizlar, yoqmayotgan bo'lsa, dislike bosingizlar, kommentariy yozish esdan chiqmasin, doimgidek xursand bo'laman. Bu yerimizda do'stlar ikkinchi xonamiz bizni kutib oladi. Ikkinchi xonamizni ko'rishimiz mumkin. Ixchamgina, kattagina bo'ladi, ya'ni patologlar 2 ga 80. Bu yerda aboylari do'stlar, menimcha ruschalab qanaqa deyiladi? O'zbekchalab pushti, ruschalab rozoy bo'lsa kerak. Bu yerga e'tibor beramiz mana. Eshiklari ham yaxshilab qo'yilgan. Endi kim uchundir yaxshi, kim uchundir o'rtacha, lekin mehr bilan aniq qilingan uy. Bu yerimizda mana do'stlar ko'rishimiz mumkin. Akfa oyna, bir qavatli. Bunday qilsa ochiladi. Bunday qilsa yopiladi do'stlar. Bu yerda mana отоплениялар bor. Ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bu yerdagi mana ko'rib turgan kravatimiz qolar ekan, как положено. Bu yerda avvalambor uy egasi ijarachilar turgan deyishdi. Chunki uy egalari hovli uyda turishar ekan. Shundan kelib chiqqan holda buni qo'shimcha daromad ila avvalambor o'zlari uchun olishgan ekan. Bu yerda hech kim turmagani uchun pul kelib turishligi uchun oyma-oy shu adashmasam 2 million yo 2,5 million so'mga ijaraga berdik deyishdi. Chunki shart-sharoiti yaxshi, tem bo'li 3 xonali. Bu yerimizda do'stlar mana ko'rishimiz mumkin. 3-chi xonamiz. 3-chi xonamiz ham kengina. Patologlari 2 ga 80 bo'ladi do'stlar. Bu yerda ham mana отопление joyi bor ekan. Bu yerda mana podokонник. Aboylariga shaxsan o'zim e'tibor berib qoyil qoldim do'stlar. Ko'rishimiz mumkin. Yaxshigina cho'tki qilib qilingan aboylardan biri. Menimcha suv o'tkazmaydi bu. Demoqchi bo'lganimda tirnayapman, tirnalmayapti. Bu yerda mana rezetkalar, bu yerda mana pardalar do'stlar. To'g'ri, parda, marda, divan sal eskiroq bo'lishi mumkin-ku. Tepalarini, yaqlarini sal nima desam, chiroyliroq qilib qo'yadigan joy. Sal asvejit qilib kirgandan keyin atak pulim yo'q hozircha asvejit qilishga desangiz, asvejit qilmasdan yashayversangiz ham bo'ladi. Nega deyilganda, gapni ochig'i
Bu yerga ortiqcha remont qilib, pul sarflash shart emas. Chunki hamma svejiy, yaxshi qilingan. Bu yerda ham masalan oq betni nima deydi? Nima tortadi bet? Oqlaydimi, nima deydi? Ruschalab, to'g'ri, o'zbekchalab anaqasida to'g'ri qilib shuni bilmayapman. Обязательно kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Emalirovka deydimi, nima deydi? Shpaklyovka deydimi? Shpaklyovkaning ustidan bir narsa tortilgan. Shu bunday qilsa, qo'lim oq bo'lib qolmaydi. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin do'stlar. Rakvinamiz. Rakvinadan bunday qilsa suv chiqadi, bunday qilsa aniq qiladi do'stlar. Bu yerni sal yangilaveradigan joyi, chunki ancha yildan beri ishlatilgan. Bu yerimiz mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin. Kuxonli garnitur, kuxonli garniturlarda ham yaxshilar qo'yilgan. Kim uchundir yaxshi, kim uchundir o'rtacha. Kim bunday olinar ekan bu do'stlar, kim bunday qo'yib qo'yilar ekan. Taglarini ko'rishimiz mumkin. Poldan ko'tarilgan bo'lar ekan do'stlar. Mana batafsil. Ya'ni bu nima uchun do'stlar? Gapni ochig'i, o'zim ham shaxsan kvartirada turaman. Hozircha inshaalloh avvalambor hovliga harakat. Video yoqayotgan bo'lsa, обязательно like bosib, kommentariy yozib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. Sizlar bilan har doimdek aktiv ko'p ko'z bola. Kvartirada turganda bizda mana shunaqa tagidaqa narsalar bo'lmaydi. Bo'lmas edi, hozirgacha ham yo'q. Taglari pixlanib katta bo'lib ketgan bunday qilib. Chunki bu baribir drevesina, buni menimcha anodan qiladi. Maydalangan daraxtdan qiladi. Shuning uchun bu po'kkullab ketadi, katta bo'lib. Mana shunaqa narsadan qiladi, ko'rishimiz mumkin. Ana shu apilkalardan qiladi. Mana shunaqa narsa yig'adi, apilkalardan kleylab, netib, keyin ustiga bir narsalar qilib qo'yadi. Shuni reklamasini ham inshaalloh yaqinda chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu yerimizda do'stlar gaz plitamiz. Gaz plitamiz ishlamashini bilmadim, buni ham lekin bir varaqaga yangilab olgan yaxshi. Chunki uje bu nima desam, uje vaqtini отслужить qilib bo'lgan plitalardan biri. O to'g'rida ko'rishimiz mumkin. Bu ham kuxonli garniturga kiradi. Bu ochsak har xil bir chiroyli did bilan qilingan ekan. Kim uchundir qanaqa. Bu yerimizda ham mana kuxonli garnitur, bu yerimizda воздуховод. Sredniy 5-6 kishilik oila bo'ladigan bo'lsa, yashashga arziydigan joy. Bu yerimizda ham mana do'stlar, balkon zonasi. Balkon zonasi do'stlar 2 ga 6 ekan. Betlarni ham remontiga e'tibor berib qo'yamiz. Did bilan yaxshilab qilingan. Ya'ni bitta gapda to'g'risi, atmosfera bor-ku, aura odamni dilini yashnatib, bag'ri dilini ochib, yashagisi keltiradigan kvartira ekan. Ba'zi uylarda bilasiz-ku, ko'rgan bo'lsangiz agar kvartira olishga qiziqqan bo'lsangiz, masalan bitta joylarda, bitta emas, umuman uyda tanlangan rangi borki, bu yerda did bilan tanlangan, bu yerda to'q seri bilan oq rang aboy tanlanganda tipa. Shundan kelib chiqqan holda bu uyda rangi ochilib, odam kirsa kengdek tuyuladi. Ba'zi uylarda qora rang, ba'zi uylarda qandaydir bir temna seri ranglar ishlatiladi, odam yoqdan chiqib ketgisi keladi. Masalan, sotsangiz ham qiynalasiz. Undan bunaqasiga oppoq qilib qo'ysangiz bori, uyingiz qandaydir bir keng ko'rinar ekanda, ham qandaydir bir shinam ko'rinar ekan, gapni ochig'i. Betga patologlarni ham hamma uynikini hozir ko'rsatib chiqaman do'stlar. Bu yerda faqat yog'och oyna ekan. Bu yerimizda esa do'stlar, ko'rib turganingizdek akfa romdan qilingan oynalar. Ya'ni akfami, akfa emasmi bilmadim. Xullas plastik romdan qilingan oynalar bo'lar ekan do'stlar. Bu yerda mana plastmassavik podakonlik. Tepada do'stlar ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham oq patolog uyni keng ko'rsatadi do'stlar. Fikrim to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bu yerimizda ham do'stlar oppoq rang. Bu yerimizda do'stlar seri rang bo'ladi. Bu yerimizda ham do'stlar bag'ri dilda ochadigan qandaydir bir nima desam, svetlo-sera zolotistый rang ekan do'stlar. Bu yerimizda do'stlar mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana svetlo-fioletoviy rang ekan do'stlar. Vannaniki bilan hojatxonaniki, vannaniki svetlo-seri. Bu yerimizdagi do'stlar mana tagi qora, tepasi oq. Tepasida ona воздуховоди ham bor ekan. Xullas narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam do'stlar, uyda egalari gapni ochig'i divanga o'tirib aytaman, $45,000 deyishyapti. Gapni ochig'i ozgina emas, ancha tushib beradigan joyi bor. Где-то shu 43,5-43,200 larga beraman deyapti uyda egasi. Обязательно kelasiz, savdolashasiz, ma'qul bo'lsa olasiz. O'zimning nazarimda arziydimi? Arziydi deganda nimani nazarda tutyapman do'stim? Birinchi o'rinda lokatsiya yaxshi, Zahro market yonida. Shunday katta yo'lga yaqin. Masalan, rohatga, Toshkentga ketaman desa, shunday yo'lga chiqsangiz, qo'lingizni ko'tarsangiz, 15,000-20,000 so'mgacha rohatga yetib olasiz do'stlar. Xullas, 3 xonali Moskovskiy proyekt, patologlar 2 ga 80, bag'ri dili ochiladigan kvartira, ya'ni kirganingizdan keyin siz bag'ri dilingiz ochiladi. Ranglar
uyni kattaligi, mana eho chiqib turayotgan, juda ham zo'r atmosferani berar ekan. Uydagilar narxini boshida 45 ming qo'yishgan ekan, lekin pul zaril bo'lgani uchun 43,5 44 deyishyapti, lekin bir qalbiga qo'l solib bir o'zingiz gaplashsangiz arzonlab beradigan joy bor. Faqat ja ko'p tushib yormaydi. 43,5 ming, 43,800 larga agar klient bo'lsa berib yuboraman deyapti. Prosta savdolashsa bo'ladi yana deyapti, agar naqdi bor inson bo'lsa. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib bizni kuzatishda davom etamiz. Obuna bo'lib, like bosib, обязательно kommentariy yozib qo'yamiz. Reklama xizmati bo'yicha uy joyingizni, mashinangizni, yeringizni sotib berish bo'yicha bizga aloqaga chiqaverasizlar. Avvalambor Alloh, biz harakat qilamiz, Allohdan barakasini kutamiz. Shuning uchun chiroyli qilib duo qilib, videomiz yoqqan bo'lsa bir duo qilib qo'yasiz. Обязательно like, подписка, komment ham yozib qo'yasiz. Xizmat bo'lsa biz aloqadamiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.